gapmas balki so'nggi bor, balki bu eng oxirgi qo'shiq. Kim aybdorligin qat'iy nazar kechir, sevgilim kechir, sevganim uchun sevgilim o'zi. Qasam, shirin jonimga qasam, poyingda o'lay qaytib kelsam, qo'lingda taqdir, xohlasang o'ldir, kechirsang bo'ldi, shungayam shukr. Kechir. Meni deb ko'pchilik azob chekdi. Azob chekdi deganing nimasi? Biz oilamizni parokanda qilding-ku. Meni o'g'illarim chet elga ketishdi. O'sha yerda korxonamizni filialini yurg'izishadi. Menga sherik kerak, Nosir aka, sherik. Aniq tanishing bormish qilib? Ha, bor, opa, xavotir olmang. Siz pulni bering, tekinga qilmaydi baribir. Mana, Lekin va'da bermayman. pulni olib, O'zidan qo'rqadiganlarim bor-da, opa. Mana, Qoyili. kim edi bular? Kim biladi, menimcha yangi rahbar bo'lsa kerak. Nimaga eshikni qulflab olgansan? Menga shunaqasi yoqadi. Xit qildinglar-yu odammi? Ilhom aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Ana qo'rqib ketding. Arvoh ko'rgandek bo'ldingmi? Siz chiqdingizmi? Qo'yib yuborishdi. Gaplashib olsak bo'ladimi? Mayli, kiring. Bu ayol menga nima dedi? Nahotki Kozim aka menga yolg'on gapirdi. Nahotki meni aldab yurgan bo'lsa. Atay gapirdimi? Balki meni emotsiyamni ko'rishni xohlagandir. Bari nimalar qilib qo'yding? Nimalar qilding? Yana adashdingmi? Yana xatomi? Ey Xudo! Nimaga bu odamni surishtirmasdan turmushga chiqdim? Aybim nima? Nima qilsam xato bo'ladi? Nimaga qo'l uzatsam sinib tushadi? Ey Xudo! Endi nima qilaman? Endi nima qilaman? Kozim meni aldadimi? Nahotki aldandim? Aldandim. Yo'q. Kozimni asl basharasini ko'rishim kerak. Azimjon, Hammasini eshitdim. menga qara o'g'lim. Demang menga. Menga soxta mehrning keragi yo'q. Boring shu xotiningiz oldiga. Azimjon, hammaning ham o'zini haqiqati bor. Seni ham haqiqating bor, meni ham haqiqatim bor. Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Men sizlarga kerak emasman. Nimaga unda tug'ildim? Ikkovilar ham o'zingizlarning hayotinglar bilan bandsizlar. Omga faqat eri kerak. Sohibaga mana buni yeb oling, sohibaga mana buni kiyib oling. Mana bu sizga yarashar ekan, kiyib oling. Siz uchun oldim. Siz bo'lsa pari deyaverasiz. To'g'ri. Biz kattalar shunaqa xudbinmiz. Faqat o'zimizni o'ylaymiz. Dada, meni hech kimga keragim yo'q. Unda meni tinch qo'yinglar, o'zimning hayotim bilan yashay. Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Dugonang nima sababdan bu ishga aralashib qoldi? Boshqa ish qurib qolibdimikan? Sizni ham tovoqlaringiz qo'yishmadi.
Uyingizni sotib kelgandan keyin uyiga bostirib kelib, pulini ham, Dilnozani ham olib chiqib ketishdi. Keyin molni o'tkazib berasan deb janjal qilishdi. Shunda molni o'tkazaman deb qo'lga tushdimi? Shunaqa. Ular sizni Sabina sotganini bilib qolishdi. Menimcha ataylab qilishgan. To'xtab tur. Shunda meni Sabina sotgan bo'lyaptimi? Shunaqa. Nima? Sizni xabaringiz yo'qmidi? Dilnozga aytishibdi. Oying bekor bu ishga aralashdi deb. Bilasanmi, sen tug'ilganingda do'stlarimga 3 kun ziyofat berganman. Kozim o'g'illik bo'ldi degan gaplarga uchib ketay deganman. Sen doimo men uchun kerak bo'lgansan. Padaringga la'natan o kasallik yuqdi-yu, hayotim ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Oying bilgan kuniyoq men bilan xayrlashmay ketib qoldi. Tushunaman, o'zini himoya qilgan. Yuqishidan qo'rqqan. Lekin oqibatda men bolamsiz qoldim. Begonalashib ketdik. Esingdami? Har hafta seni qayergadir aylantirgan olib borardim. Ha, esimda, hatto bir kuni planetariumga olib borgansiz. Sen uchuvchi bo'lishni orzu qilarding. Dada, meni samolyotim bo'ladi-a deb niyat qilarding. Esimda, lekin hozir uchuvchi bo'lmasligimni bilaman. Mendan uchuvchi chiqmaydi. Unday dema. Kim aytdi senga chiqmaydi deb? Dada, meni aldamang. Narkotikda o'tirgan bolalarni kim uchuvchi qilib oladi? Bu yerga sog'lomlik kerak bo'lsa, hali hayoting oldinda birga harakat qilamiz. Hozir uchuvchilarni tayyorlaydigan xususiy universitetlar ochilib ketgan. Sen o'zing xususiy samolyotlarni boshqarishing mumkin. Yo'q-e? Bormi shunaqa o'qish? Ha? Men faqat Moskvada bor deb o'ylardim. O'zimizda ham ochilgan o'g'lim. Sen bu yerdan tezroq tuzalib chiqsang, o'zim olib boraman. Dada, meni aldamayapsiz-a? Nima aldayman? Sendan boshqa meni hech kimim yo'q. O'zi meni bolalarimni rosa deddomga topshiraman deb niyat qilib yurardi. O'zi niyatiga yetib qopti-da. Lekin Dilnozada ayb yo'q. Onasini gunohlari uchun bolasi javob beryapti. Qayerda yotibdi u? Zangiotada. Sud bo'ldimi? Ha, 5 yil u 7 oyga. U ham bo'lsa, voyaga yetmagan bolasi bo'lgani uchun. Meni orqamdan kirib ketibdi-da. Ha. O'zicha pullarni mazza qilib ishlatmoqchi bo'lgan it. Bor yo'g'imdan ayirdi meni. Yolg'iz qolganingda qo'lingdan ushlagan shilqim ham, senga lag'mon pishirib bergan ham o'zim edim. Nahotki bizni dadamiz uyga kelibdilar. Yana 1-2 kun qolib ketasizmi deb o'ylagandik. Kesatma. Nega kesataman? Axir bu baxt sizni uyimizda ko'rish. Vaziyat og'ir. Bugun Maftuna yo'qligini Farhod bilib qoldi. Keyin nima qildinglar? Qudani uyiga borib keldik. Ular ham tushunadigan odamlar. Qizimiz Turkiyaga ketdi deyishdi. Eng yomoni Farhod Maftuna meni ko'zim ko'rmasligi uchun tashlab ketdi deb o'ylaydi. Undan xafa. Bechora qiz o'lib ham yomonotliq bo'pti-da. Boshqa ilojimiz yo'q. O'g'limga ayta olmaymiz. O'zi endi sog'ligi tiklanyapti. Ha, noqulay vaziyat. O'z farzandiga yolg'on gapirish juda ham og'ir ekan.
Agar haqiqatni bilsa bilmadim nima bo'ladi. Ha, ataylab qilmayapsizlar-ku. Yo'q, men bunaqa sevgini ko'rmaganman. Bu qanaqa muhabbat bo'ldi, aqlimga sig'dira olmayapman. Qanaqa sevgi? O'g'lim qattiq sevib qoldi. Bilmadim-ku. Men sevgiga ishonmayman. Sevgi bu men uchun pul. Hozir hamma kelishib turmush quradi. Ha. Sen shunaqasan. Sevgini pulga o'lchaysan. Shuning uchun ham o'g'limni tashlab keta olmayapman. Hozir o'g'lim yonida bo'lishim kerak. Ha, men shunaqaman. Odam endi sevgini deb adoy tomon bo'lish kerakmi? Men realistman. Menga havoyi istaklardan ko'ra naqdi muhim. Aysha qana? Sizni kutib uxlab qoldi. Olib qo'yishga ijozat bering. Minnatdorman. Ataylab sotib oldim. Yuqori chastotalarni bloklaydi. U sizni menimcha hech qachon yaxshi ko'rmagan. Boshida ham sizni pulingizga uchib gaplashgan. Sizni bulardan xabaringiz bormidi? Siz erkaklar shunaqasizlar. Yolg'onni umuman farqiga bormaysizlar. Boshida uyingizga ega chiqishi uchun juda ham pishiq reja tuzgandi. U oxirigacha bordi. Maqsadiga ham erishdi. Lekin ko'chaning yigitlari oyog'idan chalishni umuman kutmagandi. Men ahmoq hamma gapiga ishonib yurgan ekanman. Shunchalik ham lo'q bo'ladimi odam degani? Bitta siz emas. U boshqalarni ham xuddi shunday boshini aylantirgan. Tushunmadim. Hali mendan boshqalari ham bo'lganmi? Ha, bunaqalar juda ham ko'p. U bitta odam bilan gaplashib jim yuradigan ayol emasdi. Bir vaqtning o'zida ikkita yoki uchta yigit bilan gaplashib pulini ishlardi. Shuni sen menga aytsang bo'lardi-yu. Lekin siz mendan so'ramagansiz-ku. Keyin balki so'raganingizda ham aytmasmidim, chunki u meni eng yaqin dugonam. Uni o'ldirib olish kerak edi o'zi. O'sha yerdan sog' chiqmasa ham roziman. Qo'ying. Bo'ldi, unaqa demang. Bolasi bor. Yaxshi niyat qiling. Faqat bu yo'lga qaytmasa bo'ldi. To'g'ri. Bola bekor ketdi xolos. Dilnozga yomon bo'pti. Oyimiz safarga ketganda bizga g'amxo'rlik qilish dadamizning zimmasida. Ba'zi ishlarni eplash dadamizga oson emas. Lekin biz kasal bo'lib qolsak, dadamiz nima qilishni biladilar. Ibufen bolalarda isitma, og'riq va yallig'lanishga qarshi. Ibufen bolalarga yordam beradi. Buni hatto dadam biladi. Ibufen Forte bilan esa isitmani tushirish endi yanada qulayroq. Bizga ham Yulayzer kerak. Endi afzalroq yechim bor. Yulayzer Air Plus. Yulayzer Air Plus bilan ingalyatsiya tez va shovqinsiz bo'lib, butun oilangiz uchun mos keladi. Yulayzer Air Plus oilangiz uchun yangi avlod ixcham nebulizeri. Nima yesang ham yorqin ta'm Pepsi bilan. Yangi Toshkentda uyga ega bo'lishni kim istamaydi? Yangi Toshkent, yangi shahar,
yangi hayot, yangi kelajak demak. Mana ko'z o'ngimizda ilk mahalla barpo bo'lmoqda. Sharq bahori. Nega aynan Sharq bahori? Ha deganlarning fikrini eshitaylik. Albatta ha. Konsert zali, teatr, muzey va kutubxonalar bularning barchasi bir joyda bo'lishini istaymiz. Ko'rib turganingizdek, Sharq bahorida yashash uchun sabablar yetarlicha. Bu joy yangi Toshkentning markazida joylashgan. Barcha qulayliklar atiga 15 daqiqalik masofada. Ustiga ustak 15% dan boshlab boshlang'ich to'lov, 20 yilgacha muddatli to'lash imkoni. Siz izlayotgan uy, shuningdek to'lov shartlari ham Sharq bahorida. Eksklyuziv intervyu, nufuzli ekspertlarning fikri. Darakchi.uz. S-Play platformasida tez kunda Z avlod. Yugur tez. Qo'lga ushla. Tegma, menga tegma. Hayotchi juda ham murakkab bola. Tushunib yetasan hali. Oyim yerga tegibdi. Shahar bedarvoza emas. Qachon odam bo'lasan? Bo'ldi qilaylik. Sayaq ko'raman. S-Play platformasiga obuna bo'ling va tomosha qiling. Aka, sizni hurmatingiz. Men indamayman qizingiz bo'lgani uchun. Pulni berganman oxirgi borgan. Qaytarib bergan bo'lsa, qani? Yopilgan qozon yopiqligicha qolsin. Maqsad nima? Nima keragi bor dalda? Battar bo'ling. Hayotingizni ostin-ustin qilib ketaman. Iflos. Sen kichkina, hali mendan ko'rasan. Giyohvand modda bilan shug'ullanar ekansizlar. Buni hammasi quruq tuhmat. Biz vazifamizni bajarishga keldik. Rangsiz gullar bugun 21:20 da Sevimlida tomosha qiling. Qoidalarimga qarshi borib senga pul berishimni istasang, men uchun bir topshiriqni bajarishingga to'g'ri keladi. Sen uni uygacha kuzatib borasan, keyin shu o'ramni tortib olib, yana bizga qaytarib olib kelasan. Qamoq muddatingiz yana 1 yilga uzaytirildi. Nega qamoqdagi har bir ablah meni o'ldirishni istaydi, a? Janob Burgess, qamoq muddatingiz yana 2 yilga uzaytiriladi. Senga nima foydasi bor, og'ayni? 20 millik. Kim menga shuncha pul tikadi? Akang. O'zi akam shunday qilibdimi? O'zimni tug'ishgan akammi? Kiraveringlar, uyalmanglar. Tug'ishgan akangman, biz bir oila. Telba qasoskor. Ertaga 22:20 da Sevimlida tomosha qiling. Dadam rost gapirdilarmi ish qilib? Men eplolar ekanmanmi? Alpha X-ray. Says Peterson, over. Uxlamayapsanmi? Kimsan? Qo'shni palatadaman. Nima kerak senga? Zerikdim. Xursand qilmoqchiman. Dori olib keldim. Ichmayman. Pulim ham yo'q. Ol. Bu tekin. Olaver. Nimaga sovuqqa chiqib olding? Qani o'tir.
Ketdikmi? Qayerga boramiz? Deylik kim? Qaysi deganini aytyapsan? Bilmadim. Siz tanir ekansiz u. Tushunarli. Zarifa. Rosa qulog'ingga tepibdi-da. Xo'sh, nimalar dedi? Buni o'ynashlari bor, tungi klublarda yuradi dedimi? O'lgidek pishiq va ziqna dedimi? Ilon, shunaqa bir pasda hammani zaharlab tashlaydi. Sen ishondingmi shu gaplarga? U hali ham alamzada. Chidolmayapti. Menda yeridan ayrilganiga alam qilyapti unga. Xo'sh, qanaqa ekansiz? Ha? Mehribon, qo'li ochiq, saxiy. Ko'rkam yerman. Salomatli yerni qayerdan topasan? Rosa o'zingizni maqtab olmadingizmi? Kim o'zini maqtaydi? Eplagan. Savolimga javob bering. Dilia kim? Xullas, bir paytlar gaplashgan qizim, bo'ldimi? Tavba. Bir kuni o'zim uyimni eshigini taqillataman deb o'ylamagandim, boru. Ha. Hayot shunaqa ekan, ukam, Ilhom. Qo'lingda borini mahkam ushlamasang, darrov yulib ketishar ekan. Seni ham bor yo'g'ingdan mosuvo qilishdi jodugarlar. Yo, nimaga bular ochmayapti aka? Ha, endi ertalab ishda bo'ladi. Kech payt uyda bo'lish kerak edi. Tavba. Kimdir bormi? Hech kim yo'q shekilli. Assalomu alaykum. Hasan aka, yaxshimisiz? O'zi yaxshimisiz? Assalomu aka, yaxshimisiz? Xullas, uka, bu yigit Ilhom bo'ladi. Shunaqa. Mana shu uyni haqiqiy egasi. Aka, men safarda edim. O'zingiz tushundingiz-ku. Ichkarida paytimda xotinim uyni sotib qo'ygan ekan. To'g'risi xabarim bo'lmagan. Shunga uyni sog'inib bir ko'rgisi kelibdi-da, uka. Ha, mayli, marhamat. Yo'q, to'g'risi xijolatdaman, bezovta qilmadingmi? Bexijolat. Uyda ayolim ham yo'q edi. Bemalol kirib, aylanib chiqsangiz bo'ladi. Rahmat aka. Keling. Qani yuring. Yuring, yuring. Yur. Bu Baxtiyorjon. O'z yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bu qo'shini uyda yig'inda ko'rinmadingiz. To'g'risi, yetishmagandi-da, shuning uchun bormay qo'ya qolgan. Xabaringiz yo'qmidi? O'zi men ham zarur ishlar bilan ko'chada yurgan edim. Qo'shnilar aytib qolishdi. Xullas, shoshib kelib qoldim. Aytsa boraman-da endi aka, aytmasa bormayman-ku. O'zinglar ancha ko'nikib qoldinglarmi yangi uylarga? Hammasi joyidami? Yaxshi. O'z olganimizga 2 oy bo'ldi. Hali remont boshlamadim. Shunday ko'chib kelurdik. Lekin narsalar hammasi joyida turibdi. To'g'ri, hech narsa o'zgarmabdi. Men katta mashina haydardim, fura haydardim. 15 kunda bir uyga kelardim. Hozir ham xuddi shunaqa. 15 kunda bir uyga kelgandek bo'ldi. Xayolimda hozir bolalarim yugurib chiqadi. Xotinim yaxshi keldingizmi deb. Mayli. Ha, xotiningiz hozir qayerdalar? Vafot etgan ayoli. Ha. Bu uyni siz olishingizdan oldin boshqaga sotilgan. O'sha odam sizga sotgan. Bilmasdan bu mag'ir ayolga uylanib qo'ydi. O'sha ikkinchi ayoli sotib ketgan bu uyni. O'sha xonavayron qilib ketdi Ilhommi? Menga ana orqa tomondagi yerni sotaman deb qo'l qo'ydirib olgandi. Shunchalik ham ahmoq bo'ladimi odam? Indamasdan qo'l qo'yib berib o'tiribman-da. Tushunarli.
aldab sotib yuboribdi-da. Shunaqa. Uyam qo'ldan qo'lga o'tgan ekanda. O'zim ham hayron bo'ldim. Uyga kirganimizda hamma narsa shunday turuvdi. Hattoki shaxsiy narsalarga ham qo'l tekkizilmagan. Lekin hammasini yerto'laga opishib qo'yganmiz. Bir kun egasi kelib qolsa, olib ketadi deb. Agar kerak bo'lsa, olib ketavering. Yo'q, hozir uy olganim yo'q aka. Uy olsam kelaman, xudo xolisa olib ketaman. Mayli. Siz nima desiz shu? Anaqa uyni sotgan ayol qayerda aka? Qamoqda. Tushunmadim. Kim bilan gaplashgansiz? Dilya, ya'ni Dilfuza degan qiz bilan gaplashganman. Sekin chiqib kelaverar ekanda muhabbat hikoyalari. Menga qara tushunsang-chi, bu ancha yillar oldin bo'lgan. Oliygohda o'qib yurgan paytlarimda hamma talabalar sevib qoladi-yu. Shunaqa yoshda bo'lganman men ham. Keyinchi? Keyin nima bo'lgan? Keyin hech narsa bo'lmagan. U boshqasiga erga tegib ketgan. Men esa Zarifaga uylanganman. Keyin bir kun tungi klubda uchrashib qolgansizlar. To'g'rimi? Kim aytdi senga? Farishtalar qulog'imga pichirlab ketishdi. Ha, xullas, tungi klubda bir kun ko'rib qoldim. Qarib ketibdi. Meni ko'rib, o'zini ko'rmaganga oldi. Qochishga harakat qildi. Keyin orqasidan borib tutdim. Xo'sh, nima dedi? Eri, xullas, narkotik o'rgatib qo'yibdi. Shunga bu yerda yuribman dedi. Keyinchi? Keyin nima bo'lgan? Hech nima, hamma o'zini yo'lida davom etdi. Haliyam uni yoqtirasizmi? Jinnimisan? Nimaga o'shanda uylanmadingiz? Boshimga uramanmi uni? Meni hayotimni yana bir bor barbod qilishga nima haqqingiz bor edi? Men siz bilan hayotimni yolg'ondan boshlashni istamagandim. Pari, to'xta. To'xta, Pari, shoshma, gaplashib olaylik. Nima deysiz? Nimaga xafa bo'lyapsan? Chunki siz meni aldadingiz. Siz kasalni chet elda emas, ana shu qizdan yuqtirgan ekansiz. Nega yolg'on gapirdingiz? Nega yolg'on gapirdingiz? Jimgina o'zimni bolalarim bilan yashab yurgandim. Nega sizga ishondim? Nimaga hayotimga kirib keldingiz? Bo'ldi qiling. Xayol ketib qoldi eski paytlarga. Esimga tushib ketdi. Hech qisi yo'q. Uyga kiringlar, choy-poy qilamiz. Endi siz ham ishdan charchab kelgansiz. Shart emas. Yur Ilhom, Baxtiyor ham sovuqda qoldi. Bo'ldi. Aka maylimi? Sog'inib qolsam kirib tursam bo'ladimi? Ha, mayli. Kelavering. Keyin yana bitta narsa so'rasam, ko'nglingizga olmaysizmi? Bajonidil, agar qo'limdan kelsa, agar mabodo pul topsam, uyimni o'zimga qaytib sota olasizmi? Nima? Oshig'i bilan beraman aka. Chunki bu uyda menga qadrli narsalar bor-da. Oyimni xotirasi, izlari, ayolimning ruhi, bolalarni bolaligi o'tgan. Hamma yaxshi kunlar shu yerda o'tgan aka. Ha, bir o'ylab ko'ramiz. Lekin bu uyga bizni ham mehrimiz tushib qoldi. Tushunmadingiz, men qo'shib bersam deyapman aka. Ha, mayli. O'sha payt kesinchi gaplasharmiz. Rahmat qo'shni, joningiz sog' bo'lsin. Bu uyni yaxshi odamlar olganiga xursandman. Mayli. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Xo'p, ketdik Ilhom. Voy. Azimjon. Azimjon. Adamni chaqirib olinglar, adam kelishlari kerak. Sizga nima bo'ldi? Hozir. Doktor, bemor ahvoli yomon. Hozir. Nima bo'ldi?
Bilmasam, kirganimda hushsiz yotgandi. Menimcha yana psixotrop modda qabul qilgan. Qayerdan oladi? Axir hammasini ota-onasi olib ketdi-ku. Bilmasam, kimdan olgan, qayerdan olgan, lekin alahsirayapti. Yordamlashing. Ota-onasiga qo'ng'iroq qilaymi? Yo'q, shart emas. 1-2 soatda o'ziga kelib qoladi. Faqat yaxshilab nazorat qilib turinglar. Xo'p bo'ladi. Bu bolani davolash oson bo'lmaydi menimcha. Hozircha dam olsin. Nega unga rostini aytmaganman? Zarifani qanaqaligini bilardim. Rostini aytsam, osmon uzilib yerga tusharmidi. Parin yo'q deyishdan, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim shekilli. Shuni o'ylab unga yolg'on gapirdim. U esa meni yolg'onlarimga ishondi. Rostdan meni aybsiz aybdor deb o'yladi. U Kozimning ikkinchi tarafini ko'rmagan. Men unga o'zimni faqat yaxshi taraflarimni ko'rsatdim. Ikkinchi yuzimni ko'rsa men bilan yasharmikan? Eski xatolarim boshimga musht bo'lib tushyapti. Bu xotin qachongacha meni hayotimni barbod qiladi? O'tmishdagi xatolarimdan qachon qutular ekanman? Bir o'zim bu yerda qola olmayman. Hamma narsa menga uni eslatyapti. Bolalaring oldida gapira olmadim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Unda gapirsang-chi yuragimni siqmasdan. Oyi, hammasi yolg'onchi ekan. Ering bilan urush qilmadingmi? Asl yuzlarini ko'rdim. Menga yolg'on gapirgani keldi. Nima bo'ldi? Mundoq bir tushuntiruvroq gapir. U kasalligini chet elda yuqtirmagan ekan, oyi. Tavba. Nima bo'ldi ekan deyman. Nima farqi bor qayerdan yuqtirgani bilan? Oyi, uni sevgilisi bor ekan. Ismi Dili ekan. O'shandan yuqtirgan ekan. Shunaqa degin, o'zi shu yetmay turgandi. Nimaga o'shanga uylanmabdi? Nimaga seni orqangdan yugurib yuribdi, a? Bilmadim. Men ham uni tushunmadim. Uni ko'rgim kelmayapti. Qizim, balki boshqa narsadandir. Bunda bir oldin surishtiraylik. Oila shunaqa bo'ladi-da, bolam. Yolg'on gaplar bo'ladi. Shunaqa yomon ko'radi, sovuqchilik ham bo'ladi. Endi chidaysan-da. Oy, yetar. O'zimni ahmoqdek his qilyapman. Mayli, o'zingga kelib qolarsan. Hozir jahl ustida o'tiribsan. Bir uxlab turgin, jahling ketadi, o'zingga kelib qolasan. Bo'ldi. Meni avramay, oyi. Qo'ysan-chi, arazlagan narsangni qara. Shu ham sababmi? Endi hamma narsadan xafa bo'laversang, yashash keragi yo'q. Siz meni tushunmagansiz. Tushunmaysiz ham.
Tavba qildim. Menga ikkita qo'ygin. Qo'yib yubor meni. Nega meni ko'rmaslikka olib ketib qolyapsan? Siz bilan meni ishim yo'q. O'zi nima qilib yuribsiz bu yerda? Seni qidirib keldim. Ancha bo'lgandi kelmaganingizga. Uylandingiz deb eshitdim. Xotinim hammasini bilib qoldi. Nimani biladi? Sen bilan o'tkazgan vaqtlarimni. Xo'p, men nima qilishim kerak? Bilmadim. Shunga boshim qotgan. Agar maqsadingiz bo'lsa, ana ichkariga kiring. Qizlar bor. Kerak emas. Bir marta kirib, ta'zirimni yeganman. Butun hayotim ostin-ustin bo'lib ketdi. Endi boshqa hech qachon kirmayman. Bo'lmasa, ichgani keldingizmi? U meni kechirmayapti. Men uni yaxshi ko'rardim, tushunyapsanmi? Ketdi. Hayotimdan butunlay chiqib ketmoqchi. Ketsa boshqasini topasiz, pulingiz bor. Nima? Xotin topish muammomi? Ha, muammo. Chunki men uni yaxshi ko'raman. Eshitdim. Ortidan qancha yurganingizni. Demak, hali ham meni hayotimga qiziqar ekansan-da. Ha? Qiziqaman. Nima edi? Nima qilishni bilmayapman. U meni kechirmayapti. Ismoil va Sabina. Men. Siz boshqa kameraga olindingiz. Narsalaringizni yig'ing. Ko'chasiz. Oldin kiyimlarni chertib kiyardim-da. Atrini hidi bizni hovlimizgacha chiqib ketardi. O'zi ham rosa qimmatlardan olib separding-da, ukam. Esimda, zo'rlarini olardim, to'g'ri. Ha. Bu yoqda ham tushlarimga faqat uyim kirib chiqdi. Nasiba bolalarim bilan meni kutib turardi-da. O'sha uylar oyimni eslatadi-da. Har qadamda oyimni ko'rgandek bo'laman. Bekorga ota hovli deyishmaydi, ukam. Ota hovli Ka'badagi muqaddas joy deyilgan. Men ham qo'shnilardan charchagan paytimda shartda uyni sotaman deb turib olardim. Yana ota-onam esimga tushib, ota-onam o'tgan joy deb aynib qolardim. Bizdan to'ygan paytlaringizdami? Ha? Har kuni uyingda janjal bo'lardi-da, Ilhom. Keyin u Nargiz ham bizni hech tinch qo'ymadi. Maftunani kelin qilaman deb rosa bo'mag'ir ishlar qildi-da. O'zi opa qayerdalar, ko'rinmaydilar? Jinnixonada. Jinnixona? Narigi mahalladagi folbinga qatnayverib, rosa katta pul ketdi. Ay yo'g'ey. O'g'li o'lgandan keyin borib uyini yoqib keldi. Shundan keyin jinnixonaga joylashtirishdi. Ancha ishda bo'lib ketibdi-da, xabarim yo'q. Endi sen o'zing bilan o'zing ovora eding, Ilhom. Yangi Toshkentda uyga ega bo'lishni kim istamaydi? Yangi Toshkent, yangi shahar, yangi hayot, yangi kelajak demak. Mana ko'z o'ngimizda ilk mahalla barpo bo'lmoqda.
Sharq bahori. Nega aynan Sharq bahori? Ha deganlarni fikrini eshitaylik. Biz ham ha deymiz. Chunki o'g'limiz yangi O'zbekiston universitetida tahsil olishni istaymiz. Maktab yonimizda bo'lishini xohlaymiz. Ko'rib turganingizdek, Sharq bahorida yashash uchun sabablar yetarlicha. Bu joy yangi Toshkentning markazida joylashgan. Barcha qulayliklar atiga 15 daqiqalik masofada. Ustiga ustak 15% dan boshlab boshlang'ich to'lov, 20 yilgacha muddatli to'lash imkoni. Siz izlayotgan uy, shuningdek to'lov shartlari ham Sharq bahorida. Amgalni sinab ko'ring mentol ta'mi bilan. U tezda infeksion faollikni bloklaydi va antibakterial ta'sir ko'rsatadi. Amgal, og'riqqa tomog'ingizni bosib olishga yo'l qo'ymang. Fustining ajoyib ta'mlari endi yangi qadoqda. Tatib ko'ring. Uzum karta bilan bepul avtobus safarlari. Endi sizning shahringizda. 2 daqiqada Uzum kartani rasmiylashtiring. To'ldiring. Yo'l haqqini u bilan to'lang va 100% cashback oling. Uzum bank ilovasini yuklab oling. Endi 2 litr Coca-Cola narxiga 2,5 litr oling. Yoshlarning mamlakatimiz taraqqiyotidagi o'rni. Bugun shu haqda gaplashamiz. Biz Germaniyaga yiliga 3000 ta 4000 ta bolani ishga jo'natish emas, biz bir yilda hech bo'lmasa 300 ta bolani o'qishga jo'natadigan bo'lsak agar, bu bizning yutug'imiz hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlash va o'sha yo'naltirishni tezroq va kengroq amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Bularning har bir yo'nalishlarida yoshlarga alohida e'tibor qilindi. Ya'ni har bitta yo'nalishda yoshlar va ularning o'rinlari qanday? Jonli efirlarni yo'lga qo'ydik. Ya'ni odamlar 8 soatlab hozir turnirlarni, futbolni tomosha qilgandek, emotsiyalar bilan shaxmatni tomosha qilishyapti. Bizning jamoamiz hozir eng muhim bizga kerakli tillarni ham mana shunday sun'iy intellekt yordamida o'rgatish maqsadida faoliyat olib boryapmiz. Yangi hayot ertaga 11:20 da Sevimlida tomosha qiling. Bir urganda ikkitasini yiqita oladimi? Men qizingizga sovchi bo'lib keldim. Bu yer nima, jinnixonami? O'zimga yarasha g'ururim bor. Agar rostdan ham o'g'lim bo'lsang, Sapnaga uylanishing kerak. Men shunchaki o'zim istagancha yashamoqchiman xolos. U qochib ketibdi. Sapna qochib ketibdi. Bilib qo'ying, bu meni joyim. Bu yoqda nima bo'lyapti o'zi? U meni joyimga o'tirib olibdi. Nima? Sevgan qizing yo'qmi? Yo'q. Ular bir-birini qattiq yaxshi ko'rishadi. Biz Sapnani unga turmushga chiqishiga qarshimiz. Bizni tinch qo'yinglar. Toki ular rozi bo'lmas ekan, men senga uylana olmayman. Men unga uylanaman. Ertaga 12:15 da Sevimlida tomosha qiling. Qaysidir domla unga urgatgan yo xotini issiq sovuq qo'ygan. Yana kamiga bolalik bo'larmish. O'la. Darrov qorniga savoganichi buni, bolani. Dada, endi ketib qolmang. Avval shaharga ketib qolganingizda sinfdoshlarim otasi tashlab ketgan deb gapirishgandi. Yana bir pas gaplashsak bo'lardi. Jinnimisan? Tashqarida bola kutib o'tirishibdi-ku. Har bir gaplardagina kesatiq. Endi avval yoshidim ko'tarardim. Hozir men ham bir kam nogiron bo'lib qoldim, qizim. Dada, unaqa demang. Qizim, ertaga 16:20 da Sevimlida tomosha qiling. Keling. Ha, boy, hormang. Ha, salomat bo'ling. Jakkiyo bola bo'lib, qayoqqa ketyapsiz? Men ofisga mana shunday boraman. Chunki xodimlar meni hurmat qiladi. Bilasizmi? Chunki ular bizdan doim hayiqib turish kerak. Atringizni hidi ko'zimni yoshlantirib yuboryapti. Bilasiz-ku. Men faqat tozasidan sepaman, ha. Ha, haydovchi keldimi? Ha, kutyapti. Yaxshi. Siz ham men bilan borasiz. Boy, u yerda men nima qilaman? Undan ko'ra uyga borib ovqat turay. Ovqatni restoranga buyurtma qilamiz. Bu yoqdan tashvish qilmang, xo'pmi? Siz bo'shashmang. Bardam baquvvat bo'ling.
Xo'p bo'ladi. Qani, ustingizga biror narsa kiyib oling. Xo'p, hozir. Ketdik. Otam tashlab ketgan dedi, mayli dedim, chidadim. Yonimda onam bor edilar. O'tdi ketdi hammasi. Onam ham vaqtli tashlab ketdilar. Og'ir bo'lsa ham chidadim unga. Keyin pulsizlik keldi. Uy ham o'tdi. Nasiba ham tashlab ketdi keyin. Unisiga chidash qiyin bo'lyapti-da, aka. Ahmoq bo'lgan ekanman. Hozir agar o'sha qilgan ishlarimni eslasam uyalib ketaman. O'zim yomon ko'rib ketaman. Afsus, lekin foydasi yo'q. Na oilam bor, na uyim. Ko'chadagi bo'g'mishdan farqim ham qolmadi. Bilmayin bosdim tikanni, tortadurman jabrini. O'zi ham o'sha payti bosar tusaringizni bilmay qoldingiz-da. Bir kunni buning uchun javob berishingizni bilardik-ku, aynan kim qo'li bilan javob berishingizni bilmagandik. Matluba. Nima? O'zi nima ahvolda o'tiribdi-yu, gapirayotgan gapingni qara. Hech qisi yo'q Hasan aka. Men bu kunlarni qancha kutgandim. To'g'ri gapiryapsiz keniya. Qarang, Ilhomjon. Xudoyim chevarda. Xudoyim sizni sevganingizni qo'li bilan jazoladi. O'sha sotgan ekan meni. Men unga nima yomonlik qilganman, shuni tushunmayapman. Pul, uy. Yosh bolani ham aqli yetadi-ku bu narsaga. Yeb qo'ydim keniya. Agar yomonlar bo'lmasa, yaxshilarning qadri bilinmaydi deyshadi-ku. Mana shunaqa yomonlar ko'rsatib qo'yishar ekan. Ilhom, hayot shunaqa ekan. Manaman degan odamni sindirar ekan. Biz nima ahvolda o'tiribmiz? Lekin sabr qilyapmiz. Sen ham sabr qilasan, tamom. Qur'oni Karimda Alloh aytadi: "Ey iymon keltirganlar, sabr va namoz bilan yordam so'ranglar. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir" deyilgan. Biz ham shunaqa taskin topyapmiz. Bo'lmasa men ham allaqachon telba bo'lib qolgan bo'lardim. Har qadam har narsa Maftunani eslatadi. Ana. Mana. Voh. Zo'r. Qani, ketdik. Boshlang. Ana. Mana. Qoyili. Erta qivarsiz o'zi ham. Yuring. Kim ekan bular? Shoshmang. Ko'rdingizmi? Kim edi bular? Kim biladi, menimcha yangi rahbar bo'lsa kerak. Ha, aniq bo'lmasa bitta mashinada kelishmasdi. Uni kim o'rniga qo'shar ekan? Menimcha bosh hisobchini o'rniga bo'lsa kerak. Hamma yoni bankrot qildi-yu. Yo'q. Menimcha Sodiq Turg'unovichning o'g'lini o'rniga bo'lsa kerak. Aytishlaricha, u chet elda filial boshqararmish. Qaytmasmish. Mayli, bugun unda majlis bo'lar ekanda. Aniq, mayli. Mayli, men bitta joyga borib kelay aka. Qayoqqa? Bugun qanaqa kun? Payshanba bugun. Boradigan joylarim bor, ko'rishadigan odamlarim bor. Oldi-berdi qilishim kerak. Yana bir ishni boshlab yurmang. Qo'ying, tinchgina uyda o'tiring. Chiqmang, yomonlarga qo'shilmang. Keni, ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Xavotir olmang. Shunchaki eski tanishlarim ko'rib kelishim kerak. Oldi-berdi qiladigan joylarim bor. Tushundingiz o'zingiz aka?
Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib kel. Dadasi, Hmm, bu bola bir baloni boshlamasa bo'lgan edi. Kap katta odam. Bilganini qilsin. Nima endi orqasidan yuramizmi? Bir yomon ish qilib qo'yadi deb. Doktor, unga nima qildi o'zi? Kecha kechqurun qayerdandir yana dori topib olibdi. Qanaqasiga topib olib ichadi? Nima, qaramadinglarmi? Qaradik, yarim kechasi qilgan bu ishni. Doktor, o'zi bolam tuzaladimi? Ha, tuzaladi. Boshida qiyin bo'ladi. Sekin-sekin o'rganadi. Kim bergan ekan o'zi bunga bu dorini? Bilmadim, hayronmiz. Mayli, o'zini ko'raychi. Azam. Azam. Tur o'rningda. Baqirmang dadi. O'zi boshim yorilib ketdi deyapti. Dorini qayerdan olding? Bittasi mehmon qildi. Kasalxonada. Kim seni mehmon qiladi? Bilsangiz, hamma joyda bor mehmon qiladiganlar. Bizga kim berganini aytishingiz kerak. Bizga bu narsa juda muhim. Bu yerda bunaqa narsalar mumkin emas aslida. Men sotqin emasman. Seni boshqa kasalxonaga olaman. Buni boshqa kasalxonaga olamiz. Xohishingiz. Lekin foydasi yo'q. U yerda ham mehmon qiladiganlar ko'p. Ularning hiylasi shunaqa. Birinchi o'rgatadi, keyin burnidan buloq qilib chiqarib oladi. 3-4 barobar qilib chiqadi. Sizdan bir iltimos bor. Buni qat'iy rejimga qo'ying. Kerak bo'lsa, yoniga odam ham qo'yib bering. Hech kimni kirgizmasin. Hech kim bilan muloqot ham qilmasin. Onasi kelsa ham kirgizmanglar, iltimos. Dada, unaqa qilmang, iltimos. Bo'ldi, boshqa ichmayman. Bir marta senga ishondim. Endi ishonmayman. Dada, shoshmang, to'xtab turing. Dada. Dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel Ilhom, kel. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Hormanglar. Xush kelibsan. Kel, o'tir. O'tir. Qachon chiqding? Bugun ertalab. Kel. Endi chiqsam, uyim ham yo'q, pulim ham yo'q. Sizlardan bu narsa tegib qolar deb chiqdim-da. Nima, bitta qolib ketgan narsang bormidi? Esingizda yo'qmi? Seni qanaqa qilib u yoqdan qo'yib yuborishdi? Xudoga bir yoqqan tomonim bor ekanda. Qancha molimizni isrof qildi. Maraz. Voy, Menga qara. Nimaga mendan qochib yuribsan? siz kimsiz? Men sizni tanimayman. Kozim yubordimi? Yo'q, o'zim keldim. Ko'chada qiladigan ishlarim bor. Qanaqa ish ekan? Ertalabdan yo'lga chiqibsan, advokat bilan uchrashishim kerak. Bu boshidan yolg'on gapirdimi? Demak, bundan keyingi hayoti ham yolg'on bo'ladi. O'zi zo'rg'a chiqdim, xabaringiz bor.
yana shu ishga aralashtirmasangiz yaxshi bo'lardi.